Hurmatli obunachilar, ko'pdan beri ijtimoiy tarmoqda ko'rinmay qoldim ma'lum sabablarga ko'ra. Bugungi beradigan ma'lumotlarim ko'proq mana shu nasldan naslga o'tuvchi o'sha xavfli kasalliklar, ya'ni o'sma kasalliklari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Chunki sut bezi saratoni ham nasldan naslga o'tadi. Ya'ni olib keluvchi sabablardan bittasi agarda naslida bo'lsa, bu albatta sut bezi saratoni bilan kasallanish ehtimoli bor deyilgan nazariya bor. Chunki buni amaliyotimda ham ko'rgan paytimda, mana shu bir oiladan 3 ta opa-singilni bo'lganini men o'zimiz bizlar nazoratga olganmiz. Bu holatlar uchrab turadi. Shu uchun nima qilish kerak? Mana o'sha naslida bor yoki o'sha oilasida yoki ambasida yoki xolasida bor. Va bunday paytda mana shu ayollarimiz o'zi uchun birinchi navbatda o'zi uchun o'sha 6 oyda bir marta sog'lom bo'lsin, qanaqa bo'lsa ham bitta mammologdan konsultatsiya olishlari kerak. Va bu asosan mana shu mammologda yoki mana shu meni bergan videolarimdagi o'sha parhez, ratsion mana shularni qilib borsa, kerakli maslahatlarni olib borsa, bu albatta sizni tanangizda o'sha hujayralar sog'lom bo'lsa, bunday olib qolganda sog'lomligi bilinsa, bularning hujayraning ichida o'zgarishgacha olib keladigan faktor bo'lmasa, ya'ni gormonal buzilish bo'lmasa, bu paytda nasldan naslga o'tish ehtimolini biz kamaytiramiz va yo'q sog'lom holatda ayollarimiz yurishlari mumkin. Shuning uchun shu nasliy faktorga ham salgina e'tibor berishlaringizni so'rab qolgan bo'laman.